أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي المهيمن Rabbimiz mutlaq ilim egisi. Hammani bilgich deb yuqordi dedik. Mutlaq ilim egisi. Hiçbir narsa kainatda uningga maxfi, yushurun bir narsa kainatda bo'lishi mumkin emas. Mumkin emas. Biz bu ma'nini Rabbimizning muhaymin ekanligini, ajoyib kontrol qiluvchi, ajoyib bilguchi, ajoyib hamma narsaning ichida hammasini bilguchi ekanligini Rasulumizning yana bir hadisi bilan isbotlab beramiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam safar qilsa shunday deydi. Safarga chiqsa shunday deydi. Biz ham uning ummati bo'lish sifatimiz bilan har birimiz safar qilganda ham shunday deymiz. Rasulimiz deydiki: Allahumma antar rafiqu fis safar vel khalifatu fil ahli vel mali vel walad. Rasulimiz bunu deydi. Biz ham bugün bunu deymiz. Ma'nisi nima buning? Allah, sen safarda yo'ldosh, safarda sen hamrohsan deb shunday deydi. Rabbimizga duo qilamiz. Har bir safar qiluvchi mu'min Rabbiga bu duoni qiladi. Ey Allah, sen safarda, mening mushu safarimda men bilan yo'ldosh, men bilan hamrohsan. Menga yordam bersan, menga osonlik qilasan, menga yo'llarimda mushu har xil qiyin xatardan saqlaysan deb duo qildi. Vel halifatu fil ahli vel mali vel walad. Va oilam, mol dunyorim qilib qolgan, yurtimda qilib qolgan mol dunyorim va farzandim, bola chaqalarim bularga iz bosarsan dedi. Vel halifa. Sen bular qarab qilib qolasan. Sen bular qaraysan dedi. Ya Rabbi, subhanallah. O'ylab boqaylik qadrli qarindoshlar. Ajiba bu sifat, ya'ni bir inson bilan o'xshash vaqtda biz bilan safarda hamroh bo'lsin, uning keyindan yurtimizda ham o'xshash vaqtda yurtimizda qilib qolsin. Oila, bola chaqalarimiz, mol dunyolarimiz, uy varonlarimiz bilan bularni har xil qiyin xatardan saqlab, uningga izbosar bo'lib qilib qolsin. O'ylab boqaylik qadar zamin yuzida bu ikki sifat, ya'ni bir vaqtda bir inson bilan safarga chiqib, safarda hamroh bo'lish va yana shu vaqtning o'zida oilasi, bola chaqalarga qarab qilib qilish, bu zamin yuzida boshqa bir maxluqda tepilarmi bu ikki sifat? O'xshash vaqtda, birli vaqtda bu ikki sifat zamin yuzida birasi tepilarmi? Hech bir insonda, hech bir maxluqda bu sifatning tepilishi mumkin emas, qadrli qarindoshlar. Biz bilan ham safarda birga bo'lish bilan oila, bola chaqalarimiz, mol dunyolarimizga qarab qilib qilish mumkin emas. Milyon hassa, milyon marra, milyon qatam mumkin emas, qadrli qarindoshlar. Shuning uchun ulamolar deganki, bu sifat, bu ikki sifat faqat va faqat Alloh subhanahu va taolada bir yerga keladi. Bir vaqt, o'xshash vaqtda, dal shu vaqtning o'zida safarda hamroh bo'lish, safar qiluvchiga, uning keyin uning bola chaqa oilalarda qilib qilish, uningga qarab qilish. Bu ikki sifat yolg'iz faqat va faqat Alloh subhanahu va taolada bir yerga keladi deyishlik ulamolar. Ya'ni Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo safar qiluvchi mu'min bilan uni qo'g'dash, uningga ko'ngil bilish, uning safardagi ishlariga muvaffaqiyat qozondirish, uni mustahkam qilish, uningga g'alaba qilish, uni qo'g'dash bilan safarda birga bo'lgan bo'lsa, uning uyi, bola chaqalari, mol dunyosi bilan o'zining ilmi, o'zining ilm, qudrat kamoli bilan ularga ko'ngil bilish, ularni har xil yomonlikdan saqlash bilan, har xil hodisalardan saqlash bilan Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo vel halifatu fil ahli vel mali vel walad bo'ladi. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, bir insonda, insoniy jamiyat, insoniy bir muhitda bir insonda ham ilmning
ham qudratning ikki narsaning bir vaqtda bir yerga kelishi nihoyatda kamdan kam nihoyatda nodir uchraydigan narsa. Bir vaqtning o'zida ham ilm, ham qudratning ikkisining bir yerga kelishi, bir insonda tepilishi bakmi oz uchraydi insoniy jamiyatda. Shuning uchun qaraymizki, shunda bir insonlar borki, ilmda eng cho'qqa pallaga yetgan insonlar bor. Lekin qo'li qisqa. Hech bir ishni ro'yobga chiqara olmaydi. Hech nimani bilmaydigan insonlarning qo'lida ishlaydi hatto. O'ylab boqaylik. Yana bir insonlar qaraysizki, qudrat, kuch-quvvat jihatda shunchalik yuqori darajada, lekin ilmi nihoyatda ojiz, savodsiz darajada. Ilmi yo'q. Ha? Ilmi yo'q. Mana bu shaklda. İki, agarda nadir az uchraydiq, bu ilm va qudratdan iborat ikkili sifat, ikkili narsa bir insonda tepilgan taqdirdami, nihoyat az tepildiq, ikkisi bir yerda kelgan taqdirdami, bu bir yerga kelgan bu sifatga ega bo'lgan inson kelgusiga ham o'zining kelgusining nima bo'lganligiga hech qachon kepillik qilmaydi. Mening kelgusim manda bo'ldi, o'zining atisining nima bo'lishini bilmaydi. Kelgusiga hech kapolat kelgusiga hech bir ishonch yo'q uning. Go'mmada meni qo'yolmaydi. Kelgusim mening cho'qim mana bo'ldi. Kelgusi emas, bir soatdan keyin o'ziga nima bo'lganligini bilmaydi. O'ylab boqaylik. Lekin Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo bo'lsin. Ham ilm, ham qudrat va butkul narsalarning oqibati, hamma narsaning mustaqbili kelgusi ana shu Rabbimiz Alloh subhanahu va taoloning qo'lida. Ana shu Rabbimiz Alloh subhanahu va taoloning qo'lida. Vallohu bi kulli shay'in alim. Hamma narsani biluvchi. Bütün narsaning mustaqbili kelgusi Rabbimizning qo'lida. Hamma narsaning oqibati bizning oqibatimiz Rabbimizning qo'lida. Ala ilallohi tasirul umur. Agah bulunlarki, bilib olinglarki, ilallohi tasirul umur. Bütün işlarning hammasi Alloh subhanahu va taolo tarafga qaytadi. Bizning oqibatimiz, kul koinotning oqibati, nima bo'ldiganligi hammasi shu Rabbimizning qo'lida. Boshqasi emas. Shu Rabbimizning qo'lida. Cheksiz kuch qudrat, kamali qudrat, cheksiz tasavvur qilg'isiz ilm, cheki yo'q ilm, nihoyat yo'q ilm Alloh subhanahu va taoloning. Qudrati ham nihoyatsiz, cheksiz bir qudrat. Uning hukmiga, uning saltanatida, uning podshohligida hech kim uningga sherik bo'lmaydi. Hech kim uningga hamkorlashamaydi Alloh subhanahu va taologa. Ma lahum min dunihi min waliyyin va la yushriku fi hukmihi ahada dedi Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo. Allah subhanahu da bu insonlarga Alloh subhanahu va taolodan boshqa hiçbir dedi, ularga hiçbir veli igdorchilik qildigan bir zot, bir iloh yo'q Allohdan boshqa. Allohning hukmi, Allohning saltanati, Allohning podshohligida hech qanday bir maxluq sherik bo'lmaydi Alloh subhanahu va taolo. Hamkorlashib bir sherik bo'ladigan shu. Agarda bu Allohning koinotida, bu Alloh subhanahu va taoloning saltanatida Allohdan boshqa bir iloh, Allohdan boshqa bir yaratquchi, cho'qinuvchi bo'lgan bo'lsa edi, bu koinotning sistemasi Alloh burun buzilib ketgan bo'lardi. Allah Qur'oni Karim deyishlik, agarda Allohdan boshqa ilohlar bo'lgan bo'lsa, u kofirlar gumon qilayotgandek, bu koinotning sistemasi Alloh burun buzilgan bo'lardi. Bir ilah yarataman deydi, yana bir ilah buzaman deydi. Bir ilah beraman deydi, yana bir ilah bermayman deydi. Bir ilah mana bunday qilamiz deydi, yana bir ilah mana bunday qilamiz deydi. Birisi kech qilaman deydi, birisi kunduz qilaman deydi. Oho, o'ylab beqan qadarli qarindoshim. Bu koinotning sistemasi butunlay buzilgan bo'ladi. Birisi yana birisini ustun kelaman deydi. Men cho'qim buni besib kelishim kerak. Dunyoning podshohlari qarab beqan. Dunyoning podshohlari qanday beslashadi bir-birisidan. Bu kan ketgan bu koinotda boshqa Alloh subhanahu va taolodan boshqa bir ilohning bo'lishi, tushunilishi, faraz qilinishi mumkin emas qadarlar. Alloh o'zi dediki, cho'qimki buzilib ketgan bo'ladi bu koinotning sistemasi dedi. O'ylab boqaylik. Hech bir kuch yo'q Alloh subhanahu va taolodan huquq talashadigan, Alloh subhanahu va taologa jang e'lon qiladigan, Alloh subhanahu va taoloning qilgan ishiga buzg'unchilik qiladigan hech bir kuch yo'q.
Shuning uchun mu'min ana shu Robbiga, ana shunday qudratlik, ana shunday biladigan Robbiga tavakkul qilgan muddatcha, ana shunday Robbiga esilgan muddatcha u mu'min haqiqiy baxtli mu'min, haqiqiy uftidigan, haqiqiy g'alaba qiladigan mu'min. Chunki u hamma narsani bilguchi, hammaga qodir. Uning o'xshiga, uningga o'xshash hech bir narsa koinotda mumkin emas, yo'q. Hech bir narsa uningga o'xshamaydi Alloh subhanahu va taolo. Laysa kamislihi shay va huwa as-sami'ul basir. Hech bir narsa uningga o'xshash emas. U hammani anglab turuvchi, hammani ko'rib turuvchi. Mana bu bizning Robbimiz qadrli qarindoshlar. Biz mana bundaq ilohga, mana bundaq Parvardigorga qul, banda bo'lib yashayotimiz qadrli qarindoshlar. Butkul koinot uning mulki. Butkul koinot hammasi uning mulki. Mulk igidorchilik jihatdan, uningni xohlagancha tasarruf qilish jihatdan va oqibatining qanday bo'lganligi jihatdan, hamma jihatdan Alloh subhanahu va taoloning mulki. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, bizning Alloh subhanahu va taologa aytgan, Alloh subhanahu va taologa bildirgan, Allohga aytgan iymonimizning eng asosiy qismlaridan birisi nima? Eng asosiy qismlari, eng asosli tarafining birisi nima desa, shu Robbimizning go'zal ismlarini bilishimiz iymonimizning asosiy nuqtasidan birisi. Biz bunu bilgan vaqtimizda Robbimizning bu go'zal ismlarini, bu go'zal ismlardagi qudrat, bu ismlardagi ma'nolarni, tushunchalarni bilgan vaqtimizda Robbimizga haqiqiy iymon eta olamiz, qadrli qarindoshlar. Robbimizni haqiqiy tushuna olamiz, qadrli qarindoshlar. كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي أضحى